Erix Mariya Remark inson ruhiyati va urush iztiroblarini teran ochib bera olgan yozuvchilardan biri. Qarzga olingan umr hayot haqida yozilgan falsafiy psixologik roman. Bu asarda biz aslida hayotimizning o'zimizniki emasligini, uni vaqtincha qarzga olganimizni anglaymiz. Asarning markazida Lilian va Klettenberg turadi. Klettenberg hayotidan umidini uzgan, yuragi og'rigan bemor. Lilian esa go'yoki hayotni sevuvchi, lekin o'zida ichki bo'shliqni yashirayotgan ayol. Ularning uchrashuvi ikki yo'qotilgan qalbning bir-birini topishidir. Remark bu asar orqali hayot haqidagi eng achchiq haqiqatni ochadi. Har bir daqiqa bu imkoniyat, har bir nafas qarzga olingan boylik. Asardagi qahramonlar vaqtga boshqacha qaraydi. Endi ular uchun har bitta tong tuhfa, har bir ko'z qarashi esa imkoniyat. 21-asr odami ham shunga o'xshaydi. Ko'p narsa orttiradi, lekin ko'pincha yashashni unutib qo'yadi. Hayotni rejalashtiradi, kechiktiradi, orqaga suradi. Ammo hayot kutib turmaydi. Ushbu kitobni o'qish orqali siz hayotga yanada boshqacha ko'z bilan qaraysiz. Uni qadrlay boshlaysiz.